Assalomu alaykum. Androiddagi EDB Shell orqali Androidga vibratsiya yuborib ko'ramiz. Vibratsiya ovozi MacBook orqali yozyapti video. MacBook vibratsiya ovozini yozib oladimi yo'qmi bilmadim. Hozir sinab ko'ramiz. Bu uchun men ekran yozib olishni ham yoqib qo'yishim kerak. Ya'ni montajda buni qo'shib yuboraman. Ekran yozuvi ko'rinishi uchun. Okay. Ekran yozib olish boshlandi. Xo'sh, bu uchun biz Kali Linux terminal orqali o'zimizning Android telefonimizga ulanib olamiz. Qanaqa ulanish mumkinligi o'zingiz sun'iy intellekt orqali bilishingiz mumkin va CMD Vibrator Manager Synced One Shot deb turib, bizga necha sekund kerak bo'lsa, biz uni minglik formatga yuboramiz. Ya'ni 1 sekund kerak bo'lsa, ming deymiz va buni yuboradigan bo'lsak, bizda o'sha 1 daqiqa davomida vibratsiya chalinadi. Kamera orqali ko'rsataman va bu yoqda o'sha yuborib ko'ramiz. 1 soniya yubordim, 1 soniya vibratsiya bo'ldi. Buni 10 soniya yuborsak ham bo'ladi, masalan. Agar vibratsiya oz ishlayotgan bo'lsa, telefon qimirlayotganini ko'rishingiz mumkin. Va qiziq chiqadi, buni amalga oshirish uchun men Android smartfoniga USB orqali ulanmadim. Bitta tarmoqdagimiz yetarli va telefonning IP manzili va bizga kerak bo'lgan portni topishimizdan o'zi kifoya bo'ldi.